Xo'p, videoni demak Pythonga kiramiz. Xo'p, yana boshdan boshlayman. Chunki o'tgan safar videoni chala-chulpa bo'lganligi uchun o'chirib tashlab boshdan qilamiz. Bilamiz, birinchi navbatda pricing sign up qilamiz, to'g'rimi? Mana bu dokumentatsiyada ham ko'rsatib qo'yganman. Tepaga qarasak. Xo'p, bolalar, birinchisiga doimgidek videoga qarab qilasizlar, keyingisiga dokumentatsiyaga qarab qilsanglar, keling. Ko'ramiz. Ko'ryapsiz? Keyingilarga o'sha dokumentatsiyaga qarab qo'ysalar ham bo'ladi. Chunki doim videoga qara olmaymiz, vaqtimiz ketib qoladi, doim esimizda ham qolmasligi mumkin bu narsalar. O'sha paytda dokumentatsiyaga qarab qo'ysak, ancha ishimiz osonroq bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda nima qilaman birinchi navbatda? Yana bittasiga ketib qoling. Agar mabodo mana pulli server, faqat buni eng arzoni $5. Где-то 60 ming, 60 mingdan sal ko'proq turadi. Lekin ancha yaxshi ishlaydi, zo'r ishlaydi. Sinalganda bu. Qolganlar misol uchun o'tgan safar qo'ygan serverimiz sinalmaganida, muammo bo'ldi. Keling, alaykum assalom. Rahmat. Bularga sinalgan, chunki men o'zim eng ko'p ishlatgan serverim mana shu hisoblanadi. Oson bo'lganligi uchun, sodda bo'lganligi uchun sizlarga ham shu tavsiya qilaman. Xo'p, mana o'tira oling. Bolalarni chalg'itmaymiz, qaraymiz hamma. Demak, kredit yaratib olamiz. Yaratib oldik. Endi nima qilardim? Username unique bo'lishi kerak, to'g'rimi? Misol uchun Sami Yusuf deymiz. Username ga. Hop. Gmailga o'zimni Gmailga kiritaman. Menda Gmail mana bu yerda. Bora? Sami Yusuf. Lekin bu yo'q. Siz buni qo'ymagan bo'lsangiz kerak, ha? Buni boshqalar ham qo'ymasa kerak. Hop, demak, parol qo'yamiz. Shoh. Parolni mana qo'yaylik. shoh.1111 qo'ydim. Buni bosib qo'yamiz. Tak, save qildim. Endi nima bo'ldi? Kim aytadi? Gmailga SMS keldi. Bu SMS bilan men nima qilaman? Tasdiqlayman, ha? Gmail. Kiramiz. Kiradigan bo'lsak, mana menga SMS keldi. Ko'rdinglar mana? Men bu bilan tasdiqlayman, mana ko'rdinglar? Ochib olamiz. O'sha token sifatida ochiladi va avtomat bizga nima qiladi? Gmail, mana shu Gmail orqali yangi mana shu Python Anywhere serveriga akkaunt ochdik. Bizda mana bu konsul bo'limi kerak va yana fayl bo'limi. Mana shu ikkalasi kerak bo'lgani uchun buni ham kontrol o'zini bosib meshkani olib boradigan bo'lsam, ko'rib turibsizlar, ikkita alohida o'yin ochildi, to'g'rimi? Bittasiga bashni bosib konsuldan foydalanamiz, ikkinchisiga ya'ni uni nastroyka qismini to'g'rilaymiz. Birinchi navbatda qarayman, men nima qilaman? Git clone qilaman, to'g'rimi? Ya'ni o'zimni GitHub'imdagi nimani qo'ymoqchi bo'lgan proyektimni GitHub orqali qo'ysak, ancha ishimiz oson bo'ladi. Aytib o'taman, GitHubsiz ham qo'ysa bo'ladi, lekin ishimiz juda ham ko'payib ketadi GitHubsiz qo'yadigan bo'lsak. Shuning uchun GitHub bilan qo'ysak, ancha ishimiz oson bo'ladi. Mana shu botni qo'ymoqchi edik, to'g'rimi? Hop, mana linkini oldim. Mana konsolga o'taman. Birinchi navbatda git clone nima deyman? Ctrl V va oxirida nima bo'ladi? .git qo'ya olamiz. Hop, ana shu clone bo'ldi. Uje ls komandasini bosadigan bo'lsak, bu komanda nima qilib beradi? Bizdagi bor proyektlarimizni ko'rib beradi. Mana bu default holatda o'zida bo'ladi bu readme text. Mana bu esa biz hozir nima qilgan? Hozir qo'ygan. Hop, endi mana bunga qaraymiz. O'zimiz tayyorlagan dokumentatsiyaga qaraymiz. Bizdan nima so'rayapti? Venf. Hop, birinchi navbatda venf yaratib olamiz. Hop, undan keyinchi venf activate qilishimiz kerak, ana. venf activate qilishimiz kerak. Hop, venf yaralsin, bu biroz vaqtimizni oladi. Bu yerda tekshirishimiz mumkinki, tak, internet slabый. Mana hozir yaratgan botimiz chiqdi, zo'r. Bu yoqqa qarasak, mana shu venf yaraldi. Endi bitta activate qilsak, hop, boshqatdan copy qilaman buni. Enter bosaman, activate bo'lganini qayerdan bildim men?
mana boshida Venov chiqdi, to'g'rimi? Shu yerda men bildim aktiv bo'lgan ekanligini. Xo'p, yaxshi, davom etamiz. Endi mendan nima so'rayapti? Requirements text menda bormidi? Bor edi o'zi. Unutma, men bu dollar kursini chek kirishim kerak. Ya'ni CD qilaman, dollar yozaman, tab bosaman, kirib oldik. ls bossam, mana ko'rishingiz mumkin. Requirements text bor, ha? Bunda biz xohlagan kutubxonalar bor edi. Buni nima qilaman hozir? Buni sketch qilaman. Rahmat qilamiz. Bular sketch bo'ladigan kutubxonalar hisoblanadi-ku. Ichida nimalar bor edi? Diagram bor edi, shu environs kutubxonalari bor edi. Adashmasam shu ikkalasi bor edi. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Mana bu ham kerak qoladi. Diagram 3 ta kerak bo'ladi-ku. Diagram kerak bo'lmas edi bu. 3 ta shunaqa kutubxona kerak qolar ekan. Xo'p, mana bu hozir sketch bo'lsin. Ungacha men bu qismdagi kodni to'g'rilab turishim kerak. Bu yerda nimalarni to'g'rilardik? Esinglardami? Mainga kirardik-da. Xo'p, bu men bu yerdagi kodni copy qilamiz. Mana shu kodni. Mana shu yerdan olib, shu yergacha copy qilamiz. Ko'ra oldinglar? Copy qilib, mana buni tagidan qo'yaman. Ko'ra oldinglar? O'tgan safar qarang, men buni noto'g'ri import qilgandik. Tegishdimi? Mana shu yerda muammo bo'ldi o'tgan safar. Sadlar turing, ham bitta chiroyli turgan ekan. To'g'ri qarab, mana shu turing. Askarlar o'xshab, mana shu turing. Xo'p, endi mana bu narsani oldik. Bot. Xo'p. Demak, buni shuni olib, mana buni o'rniga qo'ysam bo'lar ekan, to'g'rimi? Ikkalasiga e'tibor beramiz faqat. Mana bu yerda men bot token degan mana. Bu yerda ham bot token qilib qo'yishim kerak. Tushunarli, ha? Toliyo bu yerda hech kimda? Toliyo. Siz? Hadi yaxshi, davom etamiz. Mana bu qismni to'g'rilab oldik. Endi bitta save qilaman. Bundan chiqib ketaman. Qaraydigan bo'lsak, o'zi mana nima bo'libdi bu yerda? Hammasini sketch qilib, bitta clear tozalab yuboraman. Clear qilsam, terminaldagi hamma narsa toza bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqqa o'taman. Yana to'g'rilaydigan joyim borda. Bu datada to'g'rilaydigan joyimiz bor-da. Datada nima qilardim bu yerda? Demakki, bot token qo'yamiz. Mana bu yerga user ID'mizni qo'yishimiz kerak edi. Xo'p, endi men birinchi navbatda bot fazerga o'taman. Bot fazerga o'tadigan bo'lsam, mana shu botni tokenini mana bu yerga qo'yamiz. String ko'rinishda bo'lishi kerak. Xo'p. Endi esa get user ID qilaman-da. Mana bu IDni men o'zim ID'ni copy qilib mana bu yerga qo'yaman. String ko'rinishda, to'g'rimi? To'g'rimi? To'g'rimi, yo'qmi? To'g'ri. Aytinglar-da, shuni. Qulab qo'yganga o'xshaysizlar. Hop, qaraymiz endi. Yana men bu yerga dokumentatsiyaga qarayman. Xo'p, buni to'g'riladik. Mana bu narsa shu bizning proyektimizga kirish. Ya'ni mana bu papka kirdimi dollar kursiga CD qilib qo'ying. Ko'rdinglar-ku, to'g'rimi? O'sha komanda, bunga e'tibor bermaymiz. Xo'p, mana buni to'g'riladim. Endi prosta run beraversam bo'ldi ekan-a. Python main desam o'zi chiqish kerak. Tab bosaman, chiqdi. Enter bosaman. Hozir nima chiqadi bilasizmi? Qayerdan bildingiz? Xatolik chiqadi. Yaxshilab qarasanglar, APK da xatolik berdi. O'tgan safar bularni nima qilgandik? Kommentariyaga olib qo'ygandik-a? Qaranglar, buni mana bularni va buni kommentariyaga olgandik. Bizda bunaqa APK yo'qda hozir. Yana bitta save qilaman-da. Yana boshqatdan nima qilaman? Run beraman. Endi nima chiqadi hozir? Yana error chiqdi. Mana buni ham copy qilishimiz kerak, kommentariyaga olishimiz kerak. Kommentariya olmadik bu. Endi nima chiqadi hozir? Nodir omadini bor ekanmi, o'zi ko'ramiz hozir. Bo'ldi, ishlab ketdi. Error chiqqanda. Qaranglar. Xatolik qayerda chiqdi deymi? Birinchisida mana bu yerda yaxshilab qarasak, teparoq qarasak, main payda. Ikkinchi qatorda adminsda chiqdi. Admin bilan bot token deyapti. Biz bot token to'g'ri qo'ydikmi? Nima deysizlar? Adminni ham to'g'ri qo'ydikmi? Yo'q. Qaraymiz. To'g'ri qo'yganmizmi? To'g'ri qo'yganmiz, ha? To'g'ri qo'yganmiz deb o'ylaysizlar, lekin to'g'ri qilmagan bo'lamiz. Qayerdan bilamiz to'g'ri qilmaganimizni? Hozir qaraymiz.
Mainga adashmasam maindamidi deymanda. Mainga bitta o'tiraydi. Xo'p. Mana bu narsa admin nima ekan? Admins ko'plikda, ya'ni bu list. Tushundingizmi? String emas. Endi biz mana buni nima qilishimiz kerak ekan? Bu nima bo'ladi? Integer bo'ladi. List bo'ladi, list. Mana list qilamiz. Tushundingizmi endi? Bitta zapятая virgul qo'yamiz. Nima uchun? Ya'ni haqiqatan ham list ekanligini tasdiqlash uchun. Chunki listda bilasizlar bittadan ko'p element bo'lishi kerak. Save qilamiz. Xo'p, bo'ldi. Yana boshqatdan rad beramiz. Birinchi clear qilib olaylik. Yaxshi, nima deb o'ylaysiz? Xo'p. Samyusuf sotib qo'ydi. Hop, 1, 2, 3. Hop. Biz bitta kutubxonani sketchat qilmadik. Ya'ni mana bu kutubxonani sketchat qilmadik adashmasam, to'g'rimi? Mana bu kutubxonani sketchat qilishimiz kerak edi. Sketchat qildingmi yo'q? Voy, kerak bo'lib qoladi yana. Ha, kerak bo'ladi. Buni mana bu sketchat qilmadik-a? Keyin bu tekiniga o'xshab 20 kundan 30 kundan Hozir buni aytaman. Mana buni sketchat qilib olaylik. Buni boya aytgandim, lekin hali sketchat qilmagan ekanmiz. Bu kutubxona kerak bo'ladi. Ya'ni ayveramishda bu kutubxona kerak ekan. Mana qilmagansiz-ku. Ichidagi ba'zi bir parametrlarni qilgansiz, ya'ni mana buni o'zini qilganmiz, lekin focus bilan birgalikda qilmaganmiz. Nima deysiz? Xo'p, endi sizda qanaqa kutubxonalar borligiga qaraydi. Misol uchun .env bormi kutubxonasi? Agar xohlamasangiz qo'yishingiz mumkin emas. Просто hamma kutubxona alohida sketchat qilasiz. Misol uchun pip install program, pip install environs. Tushundingizmi? Qanaqa? Jasur to'g'ri o'ylaydi endi. Ishladi. Xo'p, mana botimiz ishladi. Startni bosamiz. Bitta tozalab yuboray botni. Botni tozalab yuboramiz. Xo'p, mana dollar yozamiz. Bugungi dollar kursi mana 12900 qanchadir. Mana botimiz ishladi. Hammasi chotki, muammo yo'q. Endi mana buni o'chirib tashlasam ishlayveradi. Ya'ni buni kompyuterga o'chirsam ishlayveradi. Endi ishlayveradi. Faqat nu tomoni bor. U tomonni aytib keta qoling. Bu doimgidek aytganimdek bu free. Freeda doim muammo bo'ladi. Qanaqa muammo bo'ladi? Agar siz где-то bir yarim soat oralig'ida botga qanaqadir request nima degani? So'rov, start, help farqi yo'q. Jo'natmasangiz bot uxlab qoladi. Freeda shunaqa. Agar xohlamasangiz boyagi ko'rsatganim $5 server sotib oling. Bir oy men sizga bevasi beradi. Ishni olaman. Men sizga freeda shunaqa deyman. Free nima degani? Hop. Xuddi shunaqa qo'yiladi, bir xil. Savol yo'qmi hech kimda? Shoshilmay turinglar, yana bitta boshqa serverdan ko'ramiz hozir. Bunda savol yo'qmi? Bo'ldi, men videoni o'chiraman.